Qadrli teletomoshabinlar, bugun 20-dekabr, omadli tomoshabin aksiyasi esa 26-dekabrda yakunlanadi. Otni qamchilaydigan vaqt keldi, qadrli do'stlar. Darhol tezroq ballarni yig'ing, o'z omadingizni sinab ko'ring. Biz esa har kuni Mening yurtim telekanali ijodkorlari nomidan hamda omon-omon dasturini jonli efirida biz yurdoshlarimizga mana shunday sovg'alarni ulashamiz. Hafta so'ngida esa 3tasi birda maishiy texnika va eng asosiy sovg'amiz 50 million so'm pul mukofoti o'ziga kutmoqda. Demak, omadli tomoshabin aynan siz bo'lishingiz mumkin. Buning uchun faqatgina harakat kerak. Har kuni televizorni, ya'ni Mening yurtim telekanalini soat 16:00 dan 18:30 gacha tomosha qiling. Ekranda 4 ta sirli raqam chiqadi. Mana shu sirli raqamlarni Promo Bank botga jo'nating, boshqa hech narsa kerak emas. Omad sizga yor bo'lsin. Bugun mana shu ishlarni bajarganlar televizor bilan taqdirlanadi. Bitta omadli tomoshabinni aniqlaymiz. Qani ketdik unda. Hamma ishtirokchilarimizga omad tilaymiz. Tasodifiy raqamlar generatoriga murojaat qilamiz, marhamat, va eng omadli Mening yurtim telekanalini muxlisi tomoshabinini aniqlab olamiz. 97 kodi bilan xo'sh. 66 Tabriklaymiz Shinkabdan va bir necha soniyalarda ularni bizga ma'lumotlari kelib tushadi. Biz ularga qo'ng'iroqni amalga oshiramiz va shu o'rinda yana bir bora eslatib o'tmoqchimiz. Sizning ekranlaringizda paydo bo'layotgan ushbu raqam bu bizni yagona sizga qo'ng'iroq qiladigan raqamimiz bo'ladi. Siz ko'rayotgan ushbu raqamdan boshqa raqamlar sizga qo'ng'iroq qilsa va sizni shaxsingizga doir bo'lgan ma'lumotlarni sizdan so'raydigan bo'lsa, ishonmang va ularga bu ma'lumotlarni taqdim etmang. Biz faqatgina shu raqamdan sizga qo'ng'iroq qilamiz va sizdan hech qanday ma'lumot so'ramaymiz. Xo'sh, omadli tomoshabinimiz haqidagi ma'lumotlar keldi bizga. Ularni muborakbod etsak bo'ladi. Xo'sh. Demak, Ma'mur va Karimaxon ekanlar, ism shariflari Namangan viloyatidan 76 ball to'plagan ekanlar. Ana. Omad kulib boqqan. Bizga ko'p murojaatlar bo'lyapti. Bizni ballimiz 100 dan oshib ketgan-ku degan, lekin bu omad, bu shunchaki omad. Qadrli do'stlar, hurmatli teletomoshabinlar. Ularni xursand qilamiz. Omon-omonni ko'rib boring. Dushanbadan shanbaga qadar soat 6:45 daqiqa o'tganda boshlanadi. Aynan 8:00 gacha aksiya bo'lib o'tadi va bugungi omadli tomoshabinimizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Agarda uxlab qolmagan bo'lsalar. Allo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Onajon, salomatmisiz? Rahmat o'g'lim. Karimaxon onam, o'zingizmisiz? Ha, o'zimman. Voy onajon, muborak bo'lsin. Biz o'zimizni ovozimizni telefondan eshitdik. Demak, siz omon-omonni ko'ryapsiz, to'g'rimi? Ko'rib turibman o'g'lim. Tabriklaymiz. Unda sizni tabriklaymiz. Televizor muborak bo'lsin. Mana. Rahmat. Ana. Yangi sovg'a bo'ldi bizga. Albatta. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Kirib kelayotgan yangi yil bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Tinchlik, xotirjamlik, sihat va salomatlik tilaymiz. Televizoringiz sog' bo'lsin, bolalarım. Rahmat onajon, rahmat. Siz aloqada bo'lib turasiz. Bizni xodimlarimiz efirdan tashqari yana sizga qo'ng'iroq qilishadi va sovg'ani qanaqa qilib qo'lga kiritishingizni tushuntirishadi onajon. Bo'ladi o'g'lim. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Yangi yillaringiz bilan tabriklaman o'g'lim. Katta rahmat, katta. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Juda ham xursandmiz. Biz so'zlaridan, ularni iliq o'sha fikrlaridan, hissiyotlaridan angladikki, yana bir oilaga quvonch ulashdik. Bu hammasidan ustun turadi. Biz barchaga mana shunaqa go'zal sovg'alarni tilab qolamiz. Tez kunda sovg'angizni olasiz, bizni tuman markazlarimizdan albatta, va nasib etsa dushanba kuni bir emas 3 ta g'olib aniqlanadi. Shuning uchun faol bo'lamiz. Omadli tomoshabin aynan siz bo'lishingiz mumkin. Bu aksiya qanaqa deb hali hamon ishtirok etmaganlar bo'lsa, batafsil ma'lumotlarni eshitib oling. Hali hamon imkoniyat bor. Hechdan ko'ra kech. Diqqat qilasiz. My5 ni ko'ring. 50 millionni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ling. Mening yurtim telekanali omadli tomoshabinlarni aniqlaydi. Mega aksiyamizni boshlaymiz. Unda ishtirok etib har kuni televizor va pul yutuqlari, har hafta maishiy texnikalar to'plamlarini qo'lga kiritishingiz mumkin. Bosh sovrin esa 50 million so'm. Ishtirok etish mutlaqo bepul.
24 noyabrdan 26 dekabrgacha har kuni soat 16:00 dan 18:30 gacha. Sirli raqamlarni elektron pochta belgisi promobankbotga yuboring. G'oliblar har kuni jonli efirda Omon dasturida aniqlanadi. Aksiyada qatnashish uchun ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tgan ishtirokchilarga 10CV platformasidan 30 kun davomida bepul foydalanish uchun vaucher taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, aksiyada 18 yoshga to'lgan yurtdoshlarimiz qatnasha oladilar.